Maktab boshlanyapti. Hozir уже kundalik ko'mlar chiqqan, уже rassanalar bo'lsa kerak. Lekin oldin oddiy kundalik bo'lgan payti biz maktabga borardik, sirazi rassanalarda jismoniy tarbiyani ko'rardik. Sirazi ash kuni hamma dam olish kerak, vash farqi yakshanba kuni peshindan chiqishga ekansa ham hamma keladi. Umuman farqi yo'q. Bir 2 hafta boshida oq-yo'lagimiz ichidan formamizni kiyib kelardik. Shimimizni pochasini tayinlab, trikoyimizni chiqarib, nimaga desanglar, boshda 2 hafta rassana joyiga tushmaydi, fizrani o'tkazib yubormasligimiz kerak. Boshqa fanlar yo'q emas, boshqa fan ustozlar Abjeb turisholmabsan deb ikkita kitobni qo'shib o'lib qolishmasdi deyingiz. Balki yotib olib o'qirmiz, shuncha o'qiyotganimiz yetmayaptimi? Raspsaniyani to'g'rilab qo'ying deyverardik. Birinchi jismoniy tarbiya parallel kelib qolardi boshqa sinflar bilan. Urush bo'lardi. Turib olib, "Senlar yana urushding, bo'ldi bu safar. Chaqiring milisani. Chaqiring, bu safar milisiya beramiz. Talpa bo'ldi" deb ayting. O'g'lingiz ham biz ichimizda desa. "Ha, unda talpa emas, tadbir bo'libdi-da." Ha, shu. Chilayuzlar, chilay olsin bo'ldi. Mario Balotelli tug'ilgan kunini nishonladik.